Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz sizlar bilan juda ham bir murakkab bo'lgan mavzulardan bittasini ko'rib chiqamiz. Juda ham ko'pchilik uchun bu mavzuyimiz muammo. O'ylaymanki, bu videodan keyin siz bu mavzuni yaxshilab tushuna olasiz. Demak, qaraymiz. Bizda padejlarda ot, sifat, olmosh, sonlar hammasi o'zgaradi. Biz otlarni ko'rib chiqamiz, otni birligini, ko'pligini ko'rib chiqamiz va olmoshlarni ham ko'rib chiqamiz. Bizda sifatlar qolgan. Sifatlarni kelinglar bugun ko'rib chiqamiz. Demak, sifatlar padejlar bilan birgalikda kelganda ular ham o'zgarib kelar ekan. Misol uchun qaraymiz. Shu yerda moya bliskaya podruga. Meni yaqin dugonam. Endi bu yerda hozir hech qanaqa tuslanish bo'lmayapti. Shunchaki meni yaqin dugonam bo'lyapti. Ya'ni meni yaqin dugonamga yoki meni yaqin dugonamni degan qo'shimchalar bo'lmayapti. Shuning uchun ham bu yerda shunchaki bliskaya podruga. Va shu yerda e'tibor berishlarini xohlardim. Podruga женский rod bo'lgani uchun bu yerda oxir a bilan tugagan женский roddagi so'z va uni sifati ham mana shunaqangi otiga moslab kelingan bo'ladi. Ya'ni moslangan bo'ladi. Oldida turgan olmoshi ham даже mana shu otni o'ziga moslangan. Podruga bo'lgani uchun bu yerda moya bo'lyapti. Agarda drug bo'lganda bu yerda moy bo'lardi. Moy bliskiy bo'lardi. E'tibor beringlar, mana shu oldin biz rodni aniqlaymiz. Birinchi mavzuyimiz shuning uchun ham roddan o'tganmiz. Keyingina rodga moslab biz olmoshni yoki sifatni qo'yamiz. Endi ketma-ketlikka keladigan bo'lsak, agarda gapda olmosh bo'ladigan bo'lsa, olmosh birinchi turadi. Undan keyin sifat turadi. Tak, bu yerda olmosh, tak, sifat, keyin ot turadi. Endi kelinglar buni o'zgarishini ko'rib chiqamiz. Mana oddiy moya bliskaya podrugani biz datilniy padejga o'zgartiramiz. Nimaga datilniyda? Chunki скучать, ya'ni sog'inmoq fe'li po degan predlog bilan birgalikda keladi. Va po predlogimizni bilamiz, datilniy padejda keladi. Я скучаю по. Endi bu yerda o'zgarish datilniy padejda bo'lishi kerak. Hozir biz sizlar bilan batafsil datilniy padejdagi sifat o'zgarishi qanaqa bo'lishini ko'rib chiqamiz. Mana shu yerda e'tibor beringlar, mana po keldi va podan keyingi turgan olmosh, sifat, ot hammasi o'zgaryapti. Mayani maya dedik, bliskayani bliskoy dedik, podrugani podruga qildik. Shunda bizda predloglarni qaysi padejga tegishli ekanligini bilish juda ham muhim. Chunki predlog keldimi va o'shandan keyingi olmosh, sifat, otlarni biz shu predlogga moslab shuni padejda o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Endi shu yerda eslab qolinglar, sifat otga qarab o'zgaradi, ya'ni otni rodiga qarab o'zgaradi. Bu yerda bizda zamon hech qanaqa rol o'ynamaydi. Zamonlarimiz bizda fe'llarni to'g'ri qo'yishimizda kerak bo'ladi. Bu yerda esa biz faqat rollarga qarab ishlaymiz. Mana e'tibor beringlar, красивый дом murskoy rod bo'lgani uchun красивый bo'lyapti. Mashina красивая bo'ladi. Imya средний род красивое. Дети ko'plikda kelyapti, красивые. Demak, murskoy rodda y окончаниясini olyapti, женскийda aya, среднийda oye, ko'plikda iyni olyapti. Endi shu yerda e'tibor beringlar. Sifatlarni hammasi ham oxiri y bilan tugamas ekan. Mana misol uchun красивый дом deganda y bilan tugayapti. Lekin boshqachalari ham bo'lishi mumkin ekan. Misol uchun хороший друг bo'lishi mumkin, например. Или большой дом bo'lishi mumkin. Demak, oxiri oy, i yoki y bilan tugashi mumkin ekan. Endi kelinglar shu yerda yana aytib o'taman. Misol uchun большой bo'lgandan keyin женский rodga moslab aytadigan bo'lsak, большая bo'ladi. Ayani olyapti. Так, средний rodda большое, ko'plikda bizda большие bo'ladi. Iya. Shunda aniqlab o'tamiz. Aya, oye, iye bo'lyapti. Endi хорошийni aytadigan bo'lsak, хорошая bo'ladi. Хорошее va хорошие bo'lib keladi. Demak, bu yerda окончаниялari aya, iye, iye bo'lyapti. Keyingi esa красивый. Красивый bo'ladigan bo'lsa, tepada aytib o'tganimiz mana. Aya, oye, iye bo'ladi. Demak, bizda sifatlarimiz 3 xil tugashi mumkin ekan bu. O окончанияsi bilan tugayapti.
i окончанияsi bilan va i окончанияsi bilan. Kelinglar shularni har bittasini padirda o'zgarishini ko'rib chiqamiz. Demak, qaraymiz. Мужской rodga nisbatan har bitta padirda savol o'zgaradi. Misol uchun, imenительный padirda какой дом, например, или родительный падеж без какого дома, дательный падеж по какому дому, или винительный падеж про какой дом, tvarительный падеж nimaga каковani ham yozib qo'yganman, chunki jonli bo'lsa, agarda мужской rodda jonli bo'lib keladigan bo'lsa, brat, красивый друг, например, или красивый, например, мальчик. Какого мальчика? Красивого bo'lib keladi. Дальше, с каким домом или о каком доме degan savollar bo'ladi. Endi biz sifatlarni shu yerda окончанияларni yozib qo'yganman. Mana bu yerda hozir красивый bo'lgani uchun i окончаниясini olyapti. Mana shunga mos kelyapti. Endi agarda shunaqa окончанияni olsa, qolganlarda ham shu qatordagilar oladi. Demak, красивый bo'lsa, красивого deymiz, красивому, красивым, красивом bo'lib keladi. Ya'ni e'tibor beringlar, mana birinchi imenительный падеждagisiga qaraymiz. Imenительный падежda mana shuni olsa, qolganlarda ham shuni oladi. Demak, bu yerda yana винительный падежda imenительный или родительный deb yozib qo'yganman. Bu degani, agarda jonsiz bo'lsa, mana dom so'zi jonsiz bo'lgani uchun imenительный падежda nimani olgan bo'lsa, shuni oladi degan ma'noda. Agarda jonli bo'ladigan bo'lsa, родительныйda nimani olgan bo'lsa, shuni oladi. Mana родительныйda yegona olyapti, bu yerda ham yegona oladi. Так. Endi, то есть o'g'oni olyapti, bu yerda ham o'g'oni oladi. Endi ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgani misolda ko'rib chiqamiz, qanaqa bo'ladi. Например, gap tuzamiz. Oddiy красивый dom oladigan bo'lsak, chiroyli uyni yonida deydigan bo'lsak, aytamiz возле bu родительный падеж bo'lyapti. Jonsizlarga nisbatan o'sha родительный падежda nimani olamiz? Возле, mana красивый i окончанияsi bilan tugagan imenительный падежda, shuning uchun o'g'oni olishimiz kerak ekan. Возле красивого domni doma deymiz, chunki родительный падежda undosh bilan tugaganligi a qo'shimchasini berardik. Keyingisini olib ko'ramiz. Например, jonlidan nimadir olamiz? Близкий друг deylik. Yaqin do'st. Endi haqida qo'shimchasi bilan oladigan bo'lsak, o bo'ladi haqida qo'shimchasi. Близкий drugimiz oxiri mana qaranglar. Bu yerda i bilan tugayapti. Endi qaytamiz. Близкий i bilan tugagani oxiri mana i bilan tugayapti. Близкий друг. Endi xuddi o'sha qatorda pastga tushamiz. Так. I bilan tugaganligi близкий друг, a близком друге bo'lib keladi. Так. Близком друге. Вот. Yoki boshqa misol oladigan bo'lsak, верный друг deylik. Sodiq do'st bo'lyapti. Вот. Верно друге. O'zi qoida bo'yicha mana shunaqangi oxiri i bilan tugaganlarda yem to'g'ri kelishi kerak. Lekin istisno holatlarimiz bor. Ularni eslab qolishimiz kerak bo'ladi. Qachonki oxirida qoida bo'yicha emas va boshqacha o'zgarib keladigan holatlari ham bor. Misol uchun, близкийda близкем bo'lmas, om qo'shimchasini olyapti. Верныйda ham i bo'lgani uchun olyapti. Верныйda xuddi красивыйdagidek bo'lyapti. Lekin agarda oxiri i bilan tugaydiganlarni oladigan bo'lsak, например, bizda misolda yozganmiz, хороший. Хороший bo'ladigan bo'lsa, хорошем bo'lib keladi, например. Shu bilan yozib ko'ramiz. A хорошем друге bo'ladi. Yaxshi do'stim haqida bo'lyapti. Вот. Qoida bo'yicha agarda i bilan tugaydiganlar bo'lsa, biz
mana shunaqangi yem qo'shimchasini berishimiz kerak. Lekin aytib o'tganimdek shunaqa istisno holatlari ham to'g'ri keladi. Qachonki biz ularda qoida bo'yicha emas, boshqacha, ya'ni okonchaniyasini boshqacha o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Demak, shunaqangi tartibda sifatni qo'yamiz. Keyingisi женский rodda savollari какая, без какой, по какой или про какую, с какой или о какой. E'tibor beringlar, faqatgina mana shu joyda boshqacha bo'lyapti. Qolganlarida какой. Mana. Faqat oldin предлог kelyapti. Bu yerda ham, javobda ham xuddi shunaqa. Oy, bu yerda ham oy, oxirgisida ham oy. Faqat винительный падежda o'rgatganman. Винительныйda ani biz uga, yani esa yuga o'zgartiramiz. Sifatida ham xuddi shunaqa. Misol uchun красивая bo'lyapti. Oxirida aya bilan tugayotgani uchun u yuga o'zgartiramiz. Ani uga, yani yuga. Demak, bu yerda красивую bu faqat shu holatda o'zgaryapti. Qolganlarda faqat o'yga o'zgaradi. Juda ham oson bo'ladi bunda. Misol uchun aytib ko'ramiz. 2-3 sifat aytamiz. Например, красная машина bo'lsin. Красная машина. Или далекая родственница. Или дальняя deb aytadigan bo'lsak. Дальняя родственница. Uzoq qarindosh bo'lsin. Kerakli shularga nisbatan o'zgartirib ko'ramiz. Предлог qo'yamiz. Например, proni qo'yadigan bo'lsak, винительный падежda keladi. Pro endi красивыйni tuslaymiz. Винительный падеж bo'lgani uchun pro красный ekan. Про красную машину bo'ladi. Faqatgina ani uga, yani yuga o'zgartirdik. Endi дальняя родственница. Bu yerda proni qo'yadigan bo'lsak, yali yuga o'zgarib ketadi. Дальнюю родственницу bo'ladi. Lekin boshqasini qo'yadigan bo'lsak, например, с предлогini qo'yaylik. С дальней родственницей bo'ladi. Дальняя, ya bilan tugagan. Endi biz bilanni qo'yganimiz uchun mana shunaqangi дальней bo'lib keldi. С дальней родственницей. Ya'ni qoida bo'yicha mana ya bilan tugagan, tvarительный падеж kelganda yey okonchaniyasini berishimiz kerak bo'ladi. Nimaga bu yerda o'y turibdi degan bo'lsak, bu oxir ya bilan tugaganlar qatoriga kirardi va bu yerda ularga nisbatan o'y qo'yilardi. Keyingisi средний rodga nisbatan ko'rib chiqamiz. Средний rodda deyarli мужской roddagidek bir xil bo'ladi. Savollarni ko'ramiz. Какое, какого, например, без какого, по какому, или про какое, с каким, о каком. Endi средний rodda misol olamiz. Например, aytishimiz mumkin. Aytaylik, красивое поле. Chiroyli dala. Или же boshqa birini oladigan bo'lsak, чистое окно. Чистое окно. Endi shuni o'zgartirib ko'ramiz. Demak, birinchidan boshlaymiz. Красивое поле. Предложенный падежda o bilan oladigan bo'lsak, qaranglar, o bilan tugagan va bu yerda on qo'shimchasini olyapti. O красивом поле bo'ladi. Keyingisi чистое окно. Qaysi падежda olib ko'ramiz? Например, родительный падежda. U degan предлогimiz bor edi. U чистое oye bilan tugayapti mana. Bu yerda родительный падежda. Так. U чистого. Ogo okonchaniyasini olyapti. U чистого окна bo'ladi bu yerda. A qo'yiladi. Shunaqangi tartibda qolganlarga nisbatan ham o'zgartiramiz. Endi ko'plikka nisbatan kelyapti. Именительный падежda какие degan savol berar ekanmiz. Например, какие дети? Красивые дети. Без каких детей? Красивых детей. Дальше. По каким детям? Или какие дети? Про каких детей? Дальше. Творительный падеж. С какими детьми?
или о каких детях degan savol. Дети qayerdan keldi degan bo'lsak, misol tariqasida ko'plikdagi otni olib aytyapman. Endi misol keltiradigan bo'lsak, например, родители. Родители, например, пожилые родители. Пожилые degani yosh katta yoki qari degani пожилые родители. Ой. Так, родители. Или, например, друзья. Так. Хорошие друзья, например. Ko'plikda kelyapti. Друзьяni olmasdan boshqa birisini olish mumkin. Например, подруги deyishimiz mumkin. Подруги. Xohlagan bir otni ko'plikdagi holatini qo'yib aytishimiz mumkin. Пожилые родители, например. Bunga nisbatan olib ko'ramiz. Tvarительный падеж, например, s. Endi qaraymiz. Iye bilan tugayapti. И пожилые. Ими bo'ladi. С пожилыми родителями bo'ladi. Хорошие подруги. Bunga nisbatan iye bilan tugayapti mana. Bunda хорошими подругами bo'ladi tvarительный падежda. Datinda qo'yib ko'ramiz. Например, к предлогimiz bor edi. К хорошим подругам bo'ladi. Так, im окончаниясini qo'ydik, chunki bu yerda mana datinный падежda iye bilan tugaganligi im qo'yiladi. К хорошим подругам. Endi keyingisi ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan holat mana shunaqangi j, sh, ch, sh, k, g, h harflaridan kelgan чаще, ya'ni ko'pincha i qo'yiladi. Ulardan keyin biz o'yin talaffuz qila olmaymiz. I qo'yiladi va mana хороший, тихий, легкий, ya'ni yaxshi, sokin, oson deganlarda mana shunaqangi i окончаниясini qo'yamiz, chunki h, k, sh harflari turibdi. Agarda qolganlarga nisbatan oladigan bo'lsak, i окончанияsi ko'pchilik holatda keladi. Lekin boya aytib o'tganimdek, bizda o'y bilan tugaydiganlar ham bor. O'y bilan tugaydiganlar, misol uchun, большой degani oladigan bo'lsak, mana oxiri o'y bilan tugaydi. Ko'proq sifatlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, Telegramni izohlarda qoldiraman, silkasini. Telegram kanaliga o'tib oling va u yerda sifatlarni tashlab qo'yaman, joylab qo'yaman. Sifatlarni o'rganib, ularni har bitta pajerda ishlab ko'rib, praktika qilishingiz mumkin bo'ladi. O'ylaymanki, bu mavzu sizlarga tushunarli bo'ldi. Keyingi darslarimizgacha ko'rishguncha xayr.